Dersimizni davomlashtirib so'zlab bitdi. Hozir so'zlaydiganimiz luntan, ya'ni munbar turi. Munbar turining birinchi turi mo'kay galli. Mo'kay adati sahibi deb tarjima qilindi. Sahibi boshqarish. Ikkinchi birisi mo'kay xabing. Sahibi birlashuv. Uchinchi birisi affiliationshi, ya'ni kichik tur uchurlari qatorliq uchurlarni tanlashtirib va uchurni belgilaymiz. Masalan, bu yerdagi mo'ka degan nima sahifa, ya'ni boshqa betga qarasak diskus ko'ngillik sahifa deb ikkilam sahifa bor. Diskus deganimiz cho'ng sahifa, bir cho'ng sahifaning ichida bir necha kichik sahifalar bo'ldi. Yani biz mushlarni mushlardan quruymiz. Yani masalan mo'ka yo'lga kirdik. Qaranglar. Cho'ng sahifa deb qo'ydim. Masalan, Mao Tianjia Finchi, Finchi degan sahifa, cho'ng sahifaga qaragan gap bo'lakka. Mesela qaranglar. Cho'ng sahifadan uchni qurdim. Buni ko'chirib olmasam bo'g'dak. Qaranglar. Darslik, detal, uchur, xabar deb 4 tane sahifa qo'ydim. Bu sahifa nimasi? Cho'ng bir bilak. Masalan, darsligini mush butun bir bilak. Diskurs degan o'sha buning ichidan bir nechta kichik bilaklar bo'ldi. Ustun qartgan gap. Oldin chiqib cho'ng sahifa qatimiz tejov qilyaptim. Endi buning ichida bir nechta sahifa qatimiz. Masalan, qaranglar. Sistema munbar darsligini yana davomli qilsak ketaveramiz. Masalan, Tianjia Mok nima Bankuay. Yangidan sahifa qilish deganni bilsak, darslikni shuni shunaqa qilsak bo'laveradi. Masalan, men mana bir yo'llab boqay deb chiqadi ekan. Qaranglar, ma'lumotni o'zgarishga. Darslik desak, masalan, sistem darsga munbar darsga turbat yasash bo'ldi-ku bu. Demak, bir cho'ng sahifaning ichiga bir nechta tarmoq sahifani biz mana shu o'rindan qilsak bo'ladi. Masalan, men ma'lum qatay. 1/3'ten. Bo'ldi. Endi yo'llayaptim, Endi boshqadan yanglab qo'y. Mana darslik, detal, uchur, xabar deb 4 tane cho'ng tur, uning ichida bir necha kichik sahifalar qatildi. Sahifani mushurdan qatimiz. Endi ma'lumotda bir rad nomeri bor. Bu rad nomer nima desa, mushniki ko'rilish tartibi. Hammasining 0 qurgan tartibini ko'rsatadi. Masalan, qaranglar, men detalni eng ustiga chiqmoqchi hozir yoki xabarni chiqaraylik. Masalan, xabarning qiymati 0. Xabarning ostinga darsliklar kelsin. Darsliklar 1. Uni keyindan detal kelsin 2. Uni keyindan uchur kelsin 3. Demak, xabar 0 bo'ldi. 0 eng oldinga keldi. O'shalan demak, hozir men eng ustida turgan darslik emas, xabar bo'ldi hozir. Mesela yo'llab qolay. Mana qaranglar, xabar eng ustiga o'tgan. Demak, biz qaysi bilakni ustiga chiqmoqchi bo'lsak, biz mana shu o'rindagi oldidagi nomerini tanlab basak ham bo'ldi. Mana o'qib olsak, undan keyin yana bir ish bor, a'zolar so'rayotgan, Masalan, hozir men bunday qaraydigan bo'lsak, mana temalar mendaq biz tik chiqib oldi-chu sahifalar. Aslida men buni bir qurg'a, masalan, 2dan 3dan ayirib etmoqchi. Buni qanday qilamiz? Biz mushu xabar degan cho'ng sahifaning keyinidagi birinchi degan turini chekkandan keyin qaraydigan bo'lsak, ammo unda sahifa ismi deydi. Ya'ni xabar degan xatning rangi. Masalan, men rangini tanlay. Rangini hozircha qora qilib o'tay, qora bo'lib kelsin bu. Uni keyin qaranglar. Luntan sho'yi, ya'ni bosh munbar bosh betida xingpay deydi, Bu nima desa, yantu shaklda tizib bering deydi. Hozir 0 ekan. Demak, yantu shaklda tizmaydi ekan. Unda o'z qanday qilamiz? Masalan, men 3 qilay. Bu yerdagi 3 nima desa, masalan, mushu bir tunchi bir qurg'a, masalan, bir to'g'ri qurg'a 3 qator qilib 3 dan sahifani tizib qo'ydi. Masalan, endi men buni yo'lay, qaranglar. Yo'llatdim. Endi yo'lab boqay. Mana qaranglar. Masalan, sistema demak, mana tik qurib tizib, to'g'ri qurib tizib atadi hozir. Buni o'zgarishga bo'ldi, Masalan, mana qaranglar.
Bu agar 3 qilmay 4 qilsamchi, bir qurg'on achini tizib berdi, 4ni tizib berdi degan gap sayfida. Masalan, men 4 qilaversam 1, 2, 3 yana mani yaqariq akilib, matrab yana birini tizdi sayfida. Cho'qim shundoq qildi degan gap. Demak, mana quruq ish tizish mushu rasmga boshqa bilan aplashmaymiz, cho'ng sayfida. Bo'ldi. Endi mana birini to'g'risi tizib qolib, mani yana to'qib qo'ydigan shu hammani shunday tizib yetimiz. Unda biz qanday qilamiz? Yana o'xshashlar darsligini tanladik. Masalan, buning rangini mana rang tanlab qo'ydim. Buni o'xshashlarni necha qilaman? O'zimiz xohlagancha qilamiz-ku. 3. Mana. Ma'lum to'g'risida qog'ini mushu qilib olsanglar bo'ldi. Hamma tafsil so'zlab o'ltamsam mana. Kimni tushundinglar. Demak, mana cho'ng sayflarni mushucha qatimiz, qo'shimiz, tahrirlaymiz degan gap. Endi keyingi mazmun kichik sayfi tangshash. Ya'ni mana sayfi tangshash nisbatan murakkab hukm ham bağlanışlar ekan. Mana bir so'zlab o'tdilar. Birinchisi sistema degan sayfi shu. Ya'ni mush xabarlarning sistema tangshayman hozirman. Mushniki rangi qanday bo'lsin? Hozir men boshqa qaraylar. Buning rangi sus. Kan hozir men buni to'qqina qilib o'taman. Masalan, qop-qora rang olib ketdi. Undan keyin mokay tubiyav. Mokay tubiyav degan nima desa qaranglar. Men sayfining oldida hozir bir parcha rasm bor, yumloq rasm. Men mush rasmni men almashtirib qanday qilmas? Mokayni ochdim. Açıp kompüterimde bu rasmdan birini ko'rsatib beraman. F-diskga qo'shimcha degan turni açıp, masalan, men bu yerdan rasmdan birini tanlab beray. Masalan, gol chiqsinmi? Gol chiqsin. Tanlab qo'ydim. Undan keyin buning kengligiga kirgan belgilemedim. O'zimiz xohlagancha ishlatsak bo'ldi. Undan keyindan mana sayfini ko'rsatamiz siz da'vatda mana boshqa ham tanishimiz bo'ldi. Demak, hozir men bir parcha rasm chiqdi mo'koyib. Bu nima desam, oldagi mush bir parcha rasmni almashtirdi. Hozir yo'llatdim. Undan keyin yangilash qildim, ko'rib baqalar. Mana Maya o'ringa chiqdi. Men birinchi sayfini emas, ikkinchi sayfini tayyorlab qo'yibdim hozir. Mushunday gap. Demak, har bir sayfining oldidagi rasmni hozir qusluvcha almashtirsak bo'ldi. Ikkinchi birisi Quangjiansheji, ya'ni kengaytirilgan iqtidorlarni tangshash. Birinchi, ikkinchi shunday maturdagi chaqilmaymiz. Mana shu. Endi ma'ningdan mo'rni oltida turdi, buni tangshimaymiz. Mau kaychi tu pianlebiyo mo'shani rasm shaklida ko'rsatdi. Ma'nung sayfining ismi chiqmay bir parcha rasm chiqarib qo'ydi bu yerda. Shu buni tanlamaymiz. Mashanchi biyalan deydi, buni tanlamaymiz. Yoki tanlasak bu shanchi biyalan nima desa, masalan, menga bir sayfni ochgandan keyin boshqa sayfga qator tizib turdi. Endi ozroq orliq qolib qo'ydi degan gap. Buni o'zimiz tanishib ko'rib baqsak bo'ldi. Undan keyindan mush yerdagi temalarni tizilish shakli. Masalan, mush bir sistema degan bu sayfiga temalarni tizgandan keyin temalarni qanday tizib turdi? Birinchisi yo'l qo'yfushijan, ya'ni inkas qaytug'an vaqtiga asosan tizdi. Ya'ni eng oxirgi inkas qaytug'ini, masalan, hozir o'ltirib inkas qaytug'ini temaning eng ustiga o'tadi degan gap. Qo'yfushijan nima? Bu yo'llangan vaqtiga asosan tizib turdi. Ya'ni 5 yo'llangan temalar ostiga eng oxirgi yo'llangan temalar ustiga tizildi degan gap. Birisi qo'yfu shuliang, ya'ni inkas qoldirgan soniga asosan tizib turdi. Ya'ni eng ko'p inkas bo'lgan eng ustiga tizib qo'ydi degan gap. Mana Lyolan shu. Ya'ni eng ko'p ko'rilgan temani mush bir sayfida eng ustiga chiqarib berdi degan gap. Mana o'zimiz xohlagancha qilsak bo'ldi. Fabushijan qilsak yangi tema ko'rinadi, Fufushijan qilsak eng oxirgi inkas tema ko'rinadi. Fufushulian qilsak eng ko'p inkas qoldirilgan temalar ko'rinadi. Mana bassak eng ko'p ko'rilgan temalar eng ustiga chiqadi degan gap. Ma turini tanlamaymiz. Ma boshqa turlarni tanlamasak bo'ldi, nima? Tüycanju Tüygon'un ama filmni nadirlash iqtidorini ochamsiz demiş bir sayfadagi temalarni nadirlaymiz. Shuni buni echib qo'yaylik. Hammadan boshqa turini tanlamayli. Tijav qilib atdim. Demak, bu tur katta. Endi ikkinchi birisi tezi shuanshan, ya'ni tema deb yozma deb olamiz-ku buni. Odatda yozma tangshiga maturni ko'rayapsizlar. Birinchisi, mushu yozmani yoki temani tasdiqlamsiz degan gap. Bu bo'lsa buni tasdiqlamayman. Tashishni tasdiqlamayman. Ikkinchi bir tur shinqi, shinjuti, ya'ni yangi teminlarni tasdiqlayman. Inkasni tasdiqlamaysiz degan gap. Uchinchi turni tanlasangiz temani tasdiqlaysiz, inkaslarni tasdiqlaysiz degan gap.
demak mushu sayfidagi temalar men tasdiqlagandan keyin chiqsin degan qarorga kelgan bo'lsin chuqur mushu uchinchi turni tanlagan inkasni tasdiqlamay temalarni tasdiqlaymasangiz ikkinchi turni tanlagan tasdiqlamay bo'ldi a'zolar tema yo'li chiqib va sunsangiz birinchi turni tanlasangiz bo'ldi odatda bizning tavsiya qilganimiz chuqum temani to'g'ri tasdiqlash temani bo'z tasdiqlaymiz inkas ixtiyor chiqib falastin temini tasdiqlamasak ba'zi qonun xilop bu temalarni yo'llab qo'ysa biz bekat qurgan xapliq qilgan ish bor shuning uchun mush ikki turdan birini tanlab qo'ying ma birisi temalarni tahrirlashga bo'lamdi deydi bu chuqum bo'ladi undaga xo'shuzanga o'chirvasin bevosita o'chib ketmay xo'shuzanga bosimmi deydi ha deysiz ehtiyotsizlikdan bir temani xato o'chirib solgan bo'lsangiz buni axlatxondan tepib olaysiz oqibat kirsangiz o'chirgan temani bir sifatida darhol ko'rsatib berdi keyingi birisi mushu yozmaning o'zida html demani ishlatishni qo'llamdi deydi buni biz chuqum shi qilib o'tamiz html demani qo'llash kerak masalan tema yo'llagan vaqtimizda ba'zi html kodlari bor biz avtomatik shaklda buni chuqum echib o'tamiz ikkinchi birisi diskus kodini qo'llamdi deydi buni ha deymiz buni chuqum ochamiz ham sayfinikini uchinchi birisi emoji ya'ni rasmni qo'llamdi deydi buni chuqum qo'llaydi qilib o'tamiz rasm yo'llamasa bo'lmaydi azalar uni keyindan dometi ya'ni flash deydi a'zolarning kino film yo'llash huquqini tanlashni men a'zo nimasida yo'nqu degan turni tushuntirib qo'ydim chuqum a'zolarninki mushiqlarni ochasiz deb ochgandan keyin ma bir sayfidagi iqtidarni ochmasangiz a'zolar garchi kino film yo'llash iqtidoriga ega lekin bu sayfining kino film yo'llash iqtidorini siz ochmasangiz a'zolar bu sayfiga kino film yo'llayolmaydi degan gap shu buni ochsiz qarang mana audio media flash qatorliq hujjatlarni qo'llaydi degan gap audio degan ovoz hujjati media degan surat hujjati flash degan harakatchan nima bu bir xil hujjat shakli mushlarni qo'llay oladi demak 56 yoku to'du baydu to'rlar degan har qanday film etot kuldirga qatorlarni yo'llay oladi degan gap mush sayfiga chuqur mushiqlarni ochsiz uni keyindan ma biyovching bayam deb o'tdim alloh darsimizda ma bu ifoda yo'llay olamdi qatorliq turlar ma turlarni odatda biz tangshimaymiz o'zi normal mo'rna odat tug'ini yaxshi uni keyin bu turga saylam temiz yo'llay olamdi deydi agar ma'lum bir tovar yo'llaydigan bo'lsa ma turni qilib qo'ysiz tovarmi yo'llasin deb agar faoliyat yo'llaysa xodongju degan qo'zib qo'ysangiz bo'ldi ma'lum bir faoliyat tashkillaydigan ish bo'lsa boshqa yerlarni tangshimaysiz tanshab bo'lgandan keyin cho'rin qilib yotdik endi shuchan sheji ya'ni ma o'q shuchan shanguan huquq munosabat gaplar buning siz haplashmang eng yaxshisi buni nega ishlatamiz desa masalan ba'zi bir alohida sayfa qurasiz siz haqiqatchi veb a'zolarga ishlatadigan unda bo'lsa veb a'zolar shu yerdagi temalarni veb a'zolarni ko'ralaydi boshqalar ko'rolmaydi degan vaqtning o'zida masalan siz bu yerdagi muhtaram a'zo degan ismini veb a'zo deb o'zgartisiz yo'nxu turidan uni keyin shuni shunday talab qo'ysangiz demak veb a'zolar ham ko'ralaydi boshqalar ko'rolmaydi degandek ahvol ham shandim qilasiz masalan lulam mokay ya'ni sayfini ko'rish degan gapni shunday ham tanlab olsangiz nima bo'ldi hozir hammasi sayfini ko'rolmaydi cheklab hech qanday a'zo tubba turdagi sayfini ko'rolmaydi degan gap endi siz buning ichidan boshqalarni qoldirib qolib turib ko'ralaydiganlar kimlar qaranglar bekat masala chuqur ko'ralaydi buni undan keyin alohida boshqaruvchilar ham ko'ralaydi deb olsangiz bu boshqaruvchilar rayoni bo'ldi demak munbiringizdagi siz ham alohida boshqaruvchilar shu bir sayfidagi temani ko'ralaysizlar boshqa hech kim ko'rolmaydi unda yo'q degan gap mana shu o'rinda belgilasak bo'ldi uni keyin jifin solo ya'ni jifin ya'ni nima deymizku buni jo'lanma tepish usuli masalan tema yo'llasa 2 tilla birisiz inkas yo'llasa 1 tilla birisiz temangiz javharlansa 5 tilla birisiz qo'shimcha yo'llasa hech nima bermaysiz qo'shimcha tushasizmi hech nima bermaysiz degan o'shani o'zingiz xohlagancha o'zgartib olsangiz bo'ldi mana sizdan yiqibchi buni qanday tanishlaymiz qarang birdan tema yo'llasin buning shuhratga 2ni birayli tillaga tema yo'llagandan keyin 2ni birayli to'hpidan 2ni birayli inkas yo'llasa buni faqat shuhrat bilan birayli birni buni tilla berishga bo'lmaydi shundoq inkas yo'llasa tilla topamiz deb axlat pichak inkaslar ko'p deb qoldi javharanga shuhratga 10ni bersangiz bo'ldi tillaga men aslida 5 kan buni 5 qilib o'tang to'hpigim chuqur 5ni bersin yaxshi temalarni nadirlagandan keyin qo'shimcha yo'llasa buningga mana tilla bersangiz bo'ldi 2 tilla bering mana qo'shimcha tushasi buni bermaymiz ko'lib olsak bo'ldi buni tijab qilib olsangiz shu bo'yicha mangdi endi yana birisi mavzuga juti fillay ya'ni teminiki turlari bu nima degan gap desa qarang hozir mana ochdingiz ochsangiz bu yerda hech nima yo'q masalan balki sistema deb chiqdim bu yerga bir narsa tur qilamiz masalan men qarang qo'zg'atdim
Qarang. Tema yo'llagan vaqtning o'zida mushuni chuqum tanlamdi deydi. Ha, deysiz. Ya'ni chuqum mushuni siz qatqandan chuqum tanlash kerak. Mushuni tanlamasa tema yo'llay olmaydi. Buni qandaqligini ko'rsatib qo'ya. Undan keyindan ya'ni mush saytlar mush turlar ko'rsamdi deydi buni ha deb qo'ying. Undan keyindan lebechending ya'ni avval ko'rsam deydi buni siz buni nima qilasiz? Yozib shaklida ko'rsansiz deb mavrunga bir narsani qatasiz. Masalan, sistema bo'ldi bu. 1 ya 2 3. Masalan, men bir narsa turib qatay bu sistema deganning ichiga. Ya 3 dan turib qatdim qarang ha. Endi men buni yo'llavatdim. Bo'ldi. Endi men bayam batga echib masalan mush turishu batni yangilatib o'tay. Qanday o'zgarish bo'ldi ekan qarab baqaylar. Mana qarang. Sistema degan turni ochsangiz, mana 3 dan tur paydo bo'ldi. Bu nimasi? Ghost, XP, Ghost Vinci, uni keyin Windows 8 deb mush turasiz. Masalan, Ghost XP ni bassangiz, mush bir sayfadagi Ghost XP ga munosabatli temalarni ko'rsatib berdi. Windows 7 ni bassangiz shuni ko'rsatib bergan. Men tema yo'llash qatlariga o'tib baqay qarab baqing ha. Sen birdan temani yozdim. Mavrunga yozdim. Men buni yo'llash qilib ko'rib baqay. Qarang, temaga mos turini bu tur nada qilib biz qatgan turi. Ana ma tema turi mana sen qarasak, nimaga doir tema? Ghost XP ga doir tema. Mushunga o'xshash gap, ha? Mushundan qilsangiz bo'ldi. Uni keyindan filiationshi asos uchur deyotdi. Buni deb tush qazmasangizmi, tush qazsin bo'ldi o'zingiz sinab beqing. Undan keyin ma fuja shangan. Manimi qatmasangiz bo'ldi. Demak, bu sayt tanishish eng muhim mazmunlarning birisi. Chuqur mushuni yaxshi o'rganishingiz kerak. Darsim ishlagichi bo'lsin. Xayr xo'sh.